hech shu bizim migrantlarga tinchlik yo'q ekanda. Bundoq qilsa ham aybdor, bundoq qilsa ham aybdor, dokument qilsa-yu qilmasa aybdor. Pastda yana qanaqadir maylish prичина topib, shu migrant bu deb ish joyigacha, o'toq joyigacha ko'rsatdi. Asan Hitlerim bilan razobratsa qilib ol, bardaga chiqyapti-ku. Вон смотри, бежит. Musir qilib hamma joy yashab yuribdi. Nima ularga salla vashi indamaysan? Men jahlim chiqyapti, vashi chidolmayapman. Nima uchun bizkilar bilan olishaveradi bular? Bir-biriga qo'lini qo'yib qo'yib, sharmanda qilib, ko'rsatib hammaga shu odamga yoqadimi shu narsa? Ishini qilyapti, problema qilmayapti. O'zlariniki ichib, urushib, janjal qilib yotibdi. Mana roliklarni kuzatib tursanglar, men sizlarga zo'r videolar qo'yib beraman. Chunki ularga hech qanaqa choralar ko'rilmaydi. Keyin bizkilarga bitta narsa qilib qo'ysa, sразу aybdorda. Videoni ko'rib turavering, o'zi shu. Можете прочитать, что у нас на микрофоне написано? Да. Что написано? Это мы, Абдулла. Что? Абдулла. А какой вот этот цвет, знаете? Зеленый. Русский язык? Да, экзамен сдавали. Да. И как сдали? Купили? Да. Rus языкni hamma ham bilmaydi. O'zingni o'zingni ham cho'tki bilmaydi. Men o'zimiznikilarni защищаться qilib tarafini olyap turganim yo'q. Просто hozir kupili ekzamen sotib olganmisan desa, ha deb to'g'risini aytib sotib turibdilar, chiroyli. Boplar deysiz, gap yo'q, mana shunaqa qilib, keyin o'zimiz aybimizni ochaveramiz. Ko'kka zangor deb turibmiz. Endi nima deysiz endi? Xo'p, tarakanlarni dorilamabsizlar, atrof muhitda o'zingizlarga chiroyli porядок qilib yashamabsizlar. Hindlar bilan bir xil bo'ldinglar oxir oqibat. Hindlarga gapirib chiqqanim bir tigin bo'ldi. Endi ortiqcha gapira olmayman ham hindlar to'g'risida, mayli. Nima bo'lganda ham like bosib, kanalni kuzatib boring. Bilmaymiz bu yoq qanaqa bo'ladi, nechpildan tushadi. Musofirdagilar o'zinglarni ehtiyot qilinglar.